Akam, mana akalarim, ugolok so'raganlar uchun mana upakovkada ugologimiz bor. Kimga kerak bo'lsa mana qistirishlar tayyor qilib qo'yganmiz. Materialni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa silatga turibdi. Prujina bo'ladi. Xo'p, razmerlarini aytib o'taman men sizlarga. Bunaqasiga 210, bunaqasiga 170, mana buni 90 bo'ladi. Stoli 80 ga 120 bo'ladi. Ideal holatda turibdi. Bu ma'millar ketadi. Stirishga yopishtirilgan narsalar bular. Xo'p, dog'i yo'q, hech qanday aybi yo'q. Atigi shaharcha dastavkasi bilan 150 dollarga berib yuboraman. Prujinali ko'ryapsizlar. Silatga holatda turibdi. Streshlab qo'yganmiz, shu holatda uylaringga yetib boradi. Stresh bitta yechib tashlasanglar, mana bunaqa sosteniyada chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Materialni qaranglar. Maza qilyapti odam. Ikki tarafga qarab taralaydigan narsa, oyoqlari ham vash ideal holatda turibdi. Ulgurib qolinglar, obunachilar, bunaqasi hech qayerdan topa olmaysizlar. Pufi bo'lmaydi, o'rniga mana bunaqa 90 sm divanchik qilingan, mana shunaqa modelda yasalgan. Ko'ryapsiz, ideal narsa. Bu mamnisi ham ochiladi, mamnisi ham ochilishi kerak, xudo xolisi. Ulgurib qolinglar, mana shunaqa ugolok olmoqchi bo'lganlarga maksimal videoni jo'natib yuboringlar.